Bugun Registon maktabining Yunusobod filialida bo'ldim. Birinchi taassurotlarim bu yerda bolalar uchun yaratilgan imkoniyatlar. Maktabning o'zida basseyn, hatto kamondan o'q otish mashg'ulotlari ham tashkil qilingan. Ochig'i, bunday sharoitlarni ko'rib hayron qoldim. Keyin esa bu filialning atigi bir yil ichida erishgan natijalari bilan tanishdim. Xalqaro olimpiadalarda 34 ta medal, shundan 10 tasi oltin, 24 tasi kumush. Ingliz tili bo'yicha 18 ta IELTS xalqaro sertifikati, eng yuqori natijalar IELTS 8 va 2 ta IELTS 7,5. Yana 16 ta TOEFL xalqaro sertifikati. Eng hayratlanarlisi 6-7 sinf o'quvchilari ham B2 darajasini qo'lga kiritgan. Sharoit va natijalarni ko'rib, bu yerga ota-onalar nega qiziqayotganini endi tushundim. Agar siz ham farzandingizga maktab izlayotgan bo'lsangiz, shu shanba kuni soat 11:00 da bo'lib o'tadigan maxsus uchrashuvga taklif qilamiz. U yerda siz maktab rahbariyati bilan uchrashib, barcha savollaringizga javob olasiz. Farzandingiz bilimini bepul diagnostik test orqali baholatasiz. Maktab bo'ylab ekskursiya qilib, yaratilgan sharoitlarni ko'rasiz. O'quvchilar uchun tayyorlanadigan taomlarni degustatsiya qilasiz. Manzil Yunusobod tumani Bodomzordan hayvonot bog'iga ketaverishda, shundoqqina pul zavodida yonida. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.